butun dunyoda servislarni chiroyini ochayotgan, holga oyoq ostiga teradigan plastik teradigan narsalarni topdik. Sotuvdagi narxlarni aniqladik. Mabodo kerak bo'lsa, katta hajmda buyurtma bersanglar ham bo'ladi. Xullas, biz polirovka keramika mahsulotlarini sotadigan Xitoydagi katta assortimentga ega bo'lgan do'kondamiz. Bu yerda polirovka keramikaga taalluqli hamda PPF plyonka yopishtirishlik uchun moslangan penallarni va instrumentlarni ko'ryapmiz. Har xil gubkalar bor ekan, mashina yuvish uchun qo'lqoplar, bu yoqda yana instrumentlar, bu yoqda har xil turdagi sotuvlar, polirovka apparatlarini ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Mashinani yuvish uchun nano keramik shampunlar, polirovka pastalari hamda ximchiski kimyoviy tozalash uchun hamma narsa bor ekan. Bu yoqda polirovka qilish uchun gubkalarni ko'rib guvoh bo'lamiz, hamda keramika suyuqliklari va keramikadan avvalgi kuzovni tozalash uchun glina. Ulgurdimmi? Xullas, mana shunaqa mahsulotlari bor va biz Xitoyda ancha yuqori o'rinda turamiz deb gapirishyapti. Biz sinov uchun mana bunaqa keramikalarni oldik. O'zimizni kamera ushlab turgan ukamiz mashinasini qildiradi va post qilishligiga, natijasini ko'rsatishligiga harakat qilamiz. E'tibor uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar.